Tajriba ishda, biznesda esa tajribaning o'zi yetarli emas. Ko'p ustalar 10-15 yil ishlaydi, lekin hali ham kam pul topadi. Nima uchun? Chunki ishdagi tajriba biznesdagi tajribaga teng emas. Yaqinda bo'lgan bir holat bilan bo'lshaman. Hadir Groupda ta'mirlash bo'yicha bir mijoz bilan shartnoma qilgan edik. O'shanda savol bergan edim. Nima uchun bizlarni tanladingiz degan paytda sizlarga murojaat qilishdan avval ikkita brigadalar bilan uchrashgan edim. Ular bilan gaplashgandan keyin $60,000 da ularga ishona olmadim deb aytgan edim. Buning sababi bilasizmi nimada? Birinchisi, mijoz bilan bo'lgan muloqot. Sizning har bitta gapingizni mijoz analiz qilishni boshlaydi. Sizga ishonsa bo'ladimi, yo'qmi? Ikkinchisi, o'zingizga bo'lgan ishonch. Har bir gapingizni gapirganda aniq va ravshan gaplashishingiz kerak. Agar gapingizda ikkilanish bo'lsa, mijozning sizga bo'lgan ishonchi susayishni boshlaydi. Uchinchisi, tashqi ko'rinishingizga e'tibor qilishingiz kerak. Shuning uchun faqat tajriba emas, shaxsiyatni ham ustida ishlash kerak.